Azizlar, ko'pchiliklaringiz boshlang'ich to'lovsiz mashina so'raganlaringiz bitta shunaqasini sizlarga topib qo'ydim. Mana marhamat, operator mashinani ko'rgazaylik. Mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan. 4 ta yumshoq rezina balonchalar o'rnatilgan. Mana mashinamiz salon qismlari, obshivka, chexol, polik, patolog, barlargacha qilib qo'yilgan. Mashinamizda Tesla magnitofon, video registratorlar qo'yilgan. Xullas mashinaning xarajatlari nimaiki bo'lsa, hammasi egasi tomonidan qilib qo'yilgan. Mana bu tomonlarni ham tomosha qilishlaringiz mumkin. Mashinamizda bitta, ikkita, 3 ta pitnosi bor dedi egalari. Yana kelib o'zlaringiz tekshirib olishlaringiz mumkin. Xullas kalom, mashinamiz 22, ko'zi berkalari 23-yil, 127 ming probeg, naqd pulga bo'lsa 5700 dollarga beraman dedilar. Agar boshlang'ich to'lovi yo'q, xarid qilaman deydigan tanishlaringiz bo'lsa, atigi 100 dollar bilan ushbu mashinani bizdan xarid qilishlaringiz mumkin.